Assalamu alaykum, suyumli qarindoshlarım. Hammalarning Ramazonligi muborak bo'lsin. Mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Uzundan beri mening mushundaq leksiyalarni so'zlab, Uyg'ur ayol qarindoshlarimiz uchun o'zimning bilganlarimni bir hamkorlashsam degan bir o'yin batdi. Lekin hozirgacha bu ish bilan amallashib kelmagan. Bu qitim shu Arzgul qarindoshimning turtkisi bilan bu ish vujudga chiqdi inshaalloh. Arzgul qarindoshimga bu sababdan nihoyatda cho'nqur rahmatimni bildiraman. Alloh minglab rozi bo'lsin. Ham shu so'ringa kelib, shu o'zining salomatligi uchun, oilasining salomatligi uchun bir narsa o'rgansam deb shu leksiyaga qatnashib o'tirgan barliq ayol qarindoshlarımdan minglab Alloh taolo minglab rozi bo'lsin. Endi menga nurg'un yerlardan telefonlar keldi. Kanada ishchi teshidagi Uyg'ur xonim qizlaridan o'zining kasalligi, salomatligiga oid savollar masalan nurg'un narsalar tushdi. Andan keyin o'zimning shu kunda ko'rayotgan kasallarim, mushu jarayonida to'plagan tajribalarimga asosan man so'zlasam deb kalamda nurg'un temalar bor. Shularni inshaalloh endi davomli so'zlaymiz deb plan qilyapmiz. Bizningki ayollarning, onalarning salomatligi nihoyatda muhim bo'ladi ekan endi. Onalar nima yesa, bolalarimizmi shuni yeydi ekan. Dadalarmi shuni yeydi ekan. Endi onalarning salomatligi yaxshi bo'lsa, bolalarning salomatligi yaxshi bo'ldi. Ona xushal bo'lsa, butun oila xushal bo'ladigan gapganda endi. Shuning uchun mening shunday leksiyalarni qilib, Uyg'ur xonim qizlari uchun, salomatlik uchun foydasi bo'lib qolsin deb shuni o'rlashtiryapmiz inshaalloh. Endi kalamda nurg'un jiq temalar bor. Lekin endi maqatim shu Ramazon nimasi bilan, sababi bilan ro'za tutish, qarallik, ro'za va sog'lomlik degan temada so'zlamoqchi inshaalloh. Endi bu bugun so'zlamoqchi bo'lgan leksiyadagi barliq mazmunlar ham ishlatgan rasmlarning hech qaysisi mening ijodiyatim emas. Hammasini shu ishonchli manbalardan foydalanib, ashlardan elib tuzdiq bu leksiyani. Andan keyin bu leksiya faqat Uyg'ur xonim qizlarining foydalanishi uchun tuzildi. Bugun so'zlanadigan asosliq mazmunlar qarallik ro'za tutishning ilmiy asoslari va badanga bo'lgan foydali taraflari. Endi bu yerda qarallik ro'za tutish desak, biz musulmonlarning shu Ramazon tutgan ro'za tutish qilam kirmaydi. Endi musulmonlardan boshqa nurg'un millatlar ro'za tutadi. Shularni o'ziga oladi. Andan keyin hech qanday din bilan munosabati yo'q. Shu sog'lomlikqa oid qarallik ro'za tutadigan insonlarmi bor. Shularning hammasi o'ziga oladi. Bu hech qanday shu musulmonlarning ham ro'za tutishiga kirmaydi. Andan keyin bugun so'zlaydigan bir mazmun Kanada yemek-içmek yetakchisini o'zimizning Uyg'urlarning go'zal tamoqlari bilan birlashtirib turib so'zlaymiz inshaalloh. Andan keyin sog'lom tamoqlanish odatini qanday yetildirish degan mazmundami to'xtalamiz. Ham qarallik ro'za tutish degan vaqtimizda necha yilning oldida kasallar oldimizga kelib, bu qarallik ro'za tutishningki salomatligimizga foydasi bormi deb so'raganda biz u chog'da, chunki bizda hech qanday asos bo'lmagandan keyin qarallik ro'za tutishningki hozircha ilmiy asosi yo'q deb javob berdik. Ama shu necha yil bo'ldi? Bo'lib 2019 yildan beri tibbiy sohasidagi shu tadqiqotchilarning cho'ng ko'lamlik shu tadqiqotlarni elib berishi, tajribalarni qilishi kasallar bilan orqali bu qarallik ro'za tutishning badanimizga qanchalik zo'r darajada foydali ekanligini isbotlab chiqdi. Endi
bu qarallik roza tutishning turlari nihoyat ko'p bo'ldi ekan. Bularning qilgan tədqiqat etməyən qaralıq roza tutuş. 12 saat dəm elib 12 saat yeydigan, 14 saat dəm elib 10 saat yeydigan, andan keyin 16 saat dəm elib 8 saat yeyiş. Müşundaq oxşamagan türləri var ekan. Bunun içində həm də köprək işlətdiğini şu 16 saat dəm elib 8 saat yeyiş. Bu bizningki musulmonlarning roza tutish nimasiga bək yaqin keldi ekan. Bularninki ko'p ishlatadigan qandaqkan deganda shu atiyalik tomoqni yemay, tushlik tomoqni yeb, andan keyin kechki tomoqni yeb, 12 kunlar bo'lgan tushlik tomoqni yemdi yo 1 kunlarda yemdi degandek. Andan keyin kechki tomoqni yeb, kechichi tomoq yemay, atiyalik tomoqni yemay, andan keyin tushlikni yeb, kechlikni yeb, yani kechichi yemay mandaq qilib tutilgan. Bundaqlam emas, o'xshamagan turda, o'xshamagan shaklda tutadi ekan, hamda shu eng ko'p uchraydigani shundaq bo'ldi ekan. Endi qarallik roza tutishning qanday foydali taraflari bor? Endi shu ilmiy asosiy bo'lgan tajribalar orqali isbotlanib chiqqan foydali taraflari shu semizlik kasallariga o'ri qultish. Buningga nihoyatda cho'ng foydasi bor ekan. Jigarni mayqaplab ketadigan, qand kesili, qon besimi, yurak kesili, metabolic sindrom deb bir kasallik bor. Lekin qanda may maddasi yuqorilab ketish. Hamda shundaq nurg'un kasallarga foydasi bor ekan. Andikin shu rak kasalligining oldini olishda bak foydali taraflar bor ekan. Uni yana so'zlaymiz. Shu bir yilning oldida bir kasallik bo'lgan. O keslimdə əmdi şu semizlik, o keslim 130 kilo ətrafında kelətdi əmdi. Qan kesili var, qan besimi var, andan jigarda may qaplab ketilgan ahvollar var. Qanda may maddasi shundaq yuqori yaşdaq. Nurg'un dorilarni bəduq, şu kunda degidek sirtqa chiqib 1-2 soatdak yugurib, chiniqib başlaq qilatdi. Andan keyin şu tamoq jihatdan shuna diqqat qilib, başlaq yeyman, doktor nim deb mening nimelerim düşmeydi deb qon maddasi, şeker maddasi, andan keyin qon besimi faqat düşmey, ashtaq egiz baschu, ashtaq ahvol batdi. Shuning bilan shu qarallik roza tutishning ilmiy asosi bor deb chiqqandan keyin men o kasalga ashtaq başladim. Qarallik roza tutish orqali davolab baqayli deb. Shuning bilan yarim yillar o'tdi, shu o kasalning qanini tekshirib, qon besimini nima qilib qilsak, hamma narsa normalda endi. Bu kasallikki qon maddasi shunday yaxshi normallashibdi, qon besimim shunday tushibdi degandek. O'zimmi shu 30-40 kilodek o'riqlab, shunday o'riqladi, shunday qilib o'zim shunday yenik bo'lib, ro'yi jihatdimmi kayfiyatim shunday yaxshilanib degandek, shunday yaxshi bo'lib ketdi endi. Undaq misollar nihoyatda ko'p. Ondan başqa şu rak kesiliga bo'lgan foydali taraflari. Endi rak kesilining oldini olish nihoyatda muhim bo'lgan bir mazmun. Endi inshaalloh men uni bir ayrim bir topik qilib so'zlamoqchi. Endi mayada so'zlaydiganimiz faqat shu qarallik roza tutishningki rak kesiliga bo'lgan foydali taraflarini so'zlaymiz. Qandaq shaklda, qandaq qilib rak kesiligining oldini olib bo'ldi. Qarallik roza tutish orqali andan keyin qandaq davolag'il bo'ldi degandek. Endi shu rak hujayralarining ustida insulin reseptor deb bir tuzilishlar bo'ldi ekanda. Endi odatdagi hujayralarda bor, lekin rak hujayralarininki ustida nihoyat ko'p bo'ldi ekan. Odatdagi normal hujayralar qaraganda shu 40-50gasidek shundaq ko'p bo'ldi ekanda endi. Unda olgandan keyin bu rak hujayralari nihoyat ichirqab ketgan holatda turg'liq bo'ldi ekan. Endi shu qarallik roza tutgandan keyin biz u badanga kiradigan shakar maddasi to'xtagandan keyin bu rak hujayralari ocharchilik bilan o'ladi ekan endi. Shunda bo'lganda shu och qo'ydi ekanmiz-da endi rak hujayralarini qarallik roza tutish orqali. Yana birisi badanimizda
Şu T hücresi, öldürgüç T hücre, yardımcı T hücre dep iki xil hücreler bu. Bizning immun kuchimiz şu sırtdan kelgan, masalan, virus, bakteriya bulamdı, masalan, rak hücreler bulamdı. Müstəmiz bolup ketken, buzulgan hücreler bulamdı. Aşını qarallik öldürüp turadigan aşnaq hücreler bada. Şu qarallik roz arqali hücrelerning roli nahayeti güçlenidir ekan. Sani köpeydi ekan, roli güçlenidir ekan da. Masalan, mana ikkinchi rasmdagi, mana o'tirdagi rak hücresi desek, mana atrofidagini T hücreleri desek, shunday qo'lni so'zib mana qilgandek o'ltirgich T hücreler bevosita yoki vositali holda rak hücrelerini ashlab o'tirdi ekanda. Endi roz orqali bu hücrelerning rolini kuchlantirdi ekanmiz. Shu orqali rak kasalini anikin tövlet qilib bo'ldi ekan. Ondan başqa şu bedenimizde yolluğlanışlar bo'lib turadi. Şu rak kesili yolluğlangan yerlarni yaxshi ko'rdi ekanda endi. Aş yolluğlangan yerlarga tarqalishni yaxshi ko'rdi ekan. Unda bo'lganda şu qaralik roz orqali bedenimizga yolluğlanishni ozod qilib bo'ldi ekan. Anti-inflammatory properties bor ekanda, şu qaralik rozninki. Yolluğlanışlarni yaxshi qilgan. Masalan, bedende odatdagi yolluğlanış yo'q degan taqdirdami ba'zi vaqtlarda masalan kasallik nima semizlik. Semiz kasallarning CRP deb bir qon bor tekshiradigan. Ashuni tekshirsak, ashi yuqori chiqadi. Masalan, u kasalning badanida cho'qim yolluğlanış bor bir yerda deyamaymiz, lekin shu semizlikmi yolluğlanış keltirib chiqardi ekanda, shu CRPning nomeriga qarab bilgili bo'ldi endi. Shundaq yolluğlanışlar badanda bo'lsa, ashlarni yo'qotib bo'ldi ekan. Andan keyin shu oksidant deb badanimizda oksidant degandek shunaq narsalar bo'lsa, masalan, u oksidantlarni shundaq badanga zararli narsalarchi rakni keltirib chiqaradigan. Shunga antioksidant bo'lgan yemekliklarning foydasi degan bak muhimg'u, ularni keyin so'zlaymiz. Shu qaralik roz orqali badanimizning antioksidant, badanimizning oksidlanishga bo'lgan kuchi texnimmo oshadi ekan. Ondan keyin badanimizda shu hücrelerning ichida mitokondriya deb bir tuzilish bor. U bir oqsilning turi kirdi. Shu mitokondriya hücrelerning ichidagi şu badan biz yegan narsaning hammasini ham energiyaga aylantirib, ATP'ga aylantirib qiladigan tuzilish hamda bu. Şu damage bo'lsa, şu buzilgan bo'lsa, şu qaralik roz orqali asli keltirib bo'ldi ekan. Şu rak hücrelerdenki ichidagi mitokondriyalarmi ko'pincha shu damage bo'lgan bo'ldi ekanda hamda. Şu qaralik roz orqali buzulgan ve ko'nrab ketgan mitokondriyalarni asliga keltira oladi ekanmiz. Endi Ramazon roza tutishning endi o'xshamagan millatlar, o'xshamagan dinliklar tutadi rozani. Shu roza tutishningki badanga bo'lgan qanchalik foydasi borligini, ilmiy asoslarini so'zlab nima qildik. Endi shu roza tutish jarayonida nimalarni yeyish, qandoq oziqlanish degan temada so'zlaymiz endi. Endi roza tutish jarayonida emas, odatdami nimalarni yeyishimiz kerak. Endi bizningki bu oziqliq moddalar, biz yeydigan oziqliq moddalar cho'ng turdan ikkiga ayrildi endi. Makro tipdagi, mikro tipdagi deb. Makro tipdagi degan kaloriya ishlab chiqaradigan moddalar biz bundaq jiqroq hazm qiladigan, taqsim masalan tomoqimizni ko'proq hazm qiladigan moddalarni bu kaloriya ishlab chiqaradigan, energiya ishlab chiqaradigan. Birinchisi karbohidrat. Karbohidrat endi shu kraxmallik moddalar, yemekliklar, shu guruch deymiz, un deymiz, degandek ashtaq turlar endi. Multigrain, wheat degandek. Endi yana birisi oqsil, masalan, go'sht, tuxumninki iqi, andan purchoq turdikilar degandek, peas, beans degandek inglizcha. Shular andan yog', shu yog' moddasi.
Bularning hammasini uchini ayrim qilib turib, tafsiliy qilib, har bir slayd ayrim so'zlaymiz keyin. Hozircha shunchalik to'xtalaylik. Yana bir turdagi hamda mikro tipdagi bu hamda kichik badanimizga kichik miqdorda kerak bo'lgan, lekin badanimizda kam bo'lsa bo'lmaydigan, nihoyatda muhim bo'lgan yemekliklar. Bular hamda vitamin va mineral tarkiblar. Bu vitaminga nurg'un turlar kirdi, vitamin A deymiz, B deymiz, D deymiz, shundaq C deymiz, nurg'un tipdagi vitaminlar hamda. Mineral tarkiblarmi shundaq nurg'un hamda badanimizga kerak bo'lgan, masalan, shu nurg'un minerallar bor. Ularni ayrim batda ayrim qilib so'zlaymiz inshaalloh. Mazir deganimizdek, shu makro tipdagi oziqlarga shu may moddaları kirdi-ku. Mana bu may moddaları. Endi oqsil moddasini ayrim bir bat bor so'zlaydigan. Andan keyin bu karbohidratni ayrim bir bat so'zlaymiz. Mana bu may moddasini mayada so'zlayman. Endi meniki yog' moddasi. Bu endi may nimalarni o'ziga oldi? Qaysi mayni yap, qaysini qo'yamiz? Qaysi mayda sayqorib, qaysini nima qilamiz degandek gap nimaga endi ma'noslasak bo'ldi ekan. Mani American Heart Association'ninki website'dan aldım. Shunday yaxshi qisqalab qilib tushuntirib beribdi buning uchun. Bu maylar uchga bo'lindi. Birisi saturated, inglizcha unsaturated, to'yinmagan. Saturated, to'yingan ikkinchisi. Uchinchisi trans fat, 3 xil. Bu trans fatni tarjim qilishni endi shu darajada qiynalib, aran shu sun'iy o'zgartirilgan deb mustaq qildik, lekin perfect tarjim qilmadi deb o'yladim. Chunki sun'iy deysam, bu trans fatniki tabiiy trans fatlar bo'ldi ekan. Bu tabiiy sun'iy deb ikki xil bo'ldi ekan. Sun'iy degani o'zimiz yasab chiqargan bo'ldi ekan. Biz shu hozircha shunday deb turaylik. Bu trans fat inglizchani hammalar bizlar ko'pincha anglar. Birinchisi to'yinmagan may moddalar degan vaqtda bu unsaturated fat eng badanga foydali bo'lgan may moddasiga kirdi. Endi buni ma'noda love it debdi-ku. Buni cho'qqim yaxshi yeyishimiz kerak. Bular nimalar deganda, masalan, beliq. Ankin yong'oq deymiz, shu yong'oq nut turidagilar. Ankin avokado. Avokadoniki uyg'urchasini bilanmadim. Biz endi avokado deb rasmda bor-ku, ma'lum. Anadaki masalan olive oil, shu olive oil deymiz, shu suyuqliq maylar bor-ku. Endi ba'zi shu naturopathning doktorlarning so'zlaganlarini mundaq anglasak, endi bu odatda canola oil deymiz. Ashlarning antioxidant roli yo'q, uni ishlatilgan yaxshi deydi ekan, lekin bizning Canada Food Guide'da bizning shu kasallarni qilamiz, masalan canola oil deymiz, vegetable oil, corn oil, ashlarning bo'laverdi deydi ekanmiz endi. Lekin buning orasida endi eng yaxshi bo'lgani shu olive oil, ashni shu jiq iste'mol qilganlarningki salomatlikka shunday yaxshi bo'ldi ekan. Anoninki masalan zeytin yağı ham. Maşallah. Zeytin yağı, olive oil. Zeytun meyi. Rahmat. Zeytun yağı. Anoninkin shu avokado oilni çok qarindishim arzuga tarjim qilib, avokadoni nima deymiz Uyg'urchada? Avokado deymiz. Rahmat. Avokado oil, shu meyi. Anoninkin grapeseed, üzümninki uruqida yasalgan may bor. Ular qimmatroq bo'ldi ekan. Lekin salomatlik shunday yaxshi antioksidant roli bor deydi ekanmiz. O'ttiridagi bu to'yingan saturated fat bu. Bu saturated fat deganimiz endi bu nimalarni o'ziga oldi deganda butter deymiz, masalan cheese, cream degandek bu saturated fat. Ma'noda buningda endi faqat yemanglar emas, bumi badanga kerakli yerlari bor. Buni endi limited ma'noga o'xshash love it emas endi-chi, buni o'tir hal qilibdi endi-chi. Buni iste'mol qilsangiz bo'ldi, lekin uningki miqdorini azroq qilish kerak. Uchinchisi endi buni lose it debdi-da endi bu. Bu qanday buni ishlatmanglar, buning hech qanday foydasi yo'q.
degan debdi infografikda. Bundan bu qaysi maylar degan vaqtda endi bu shu artificial trans fat deganimiz sun'iy o'zgartirilgan may bu qandaq may deganda masalan biz ama suyuqluq moddalar suyuqluq mayimiz bor-ku, suyuq may. Şu suyuq mayni mala endi mayadikilar mesela bulapmi biz ama Kanadaning nimasi qarab davatman-ku. Bununkilik saqlanish vaqtini uzoq qilish uchun, ta'mini o'z peti saqlab qilish uchun bu nim qildi ekanda endi buni suyuqlikdan qattiqlikqa aylantirib oldi ekan. Qattiq shaklda, solid shaklda aylantirib oldi ekan. Bu hidrogen qo'shib, hidrogen moddasini qo'shib qattiq qilib oldi ekanda. Margarin bir misoli buning uchun. Ashunda o'zgartirilgan may suyuqlikdan mandaq nim qilgan trans fat artificial trans fat kirdi ekan. Uningki salomat bo'lgan ziyni baklam nim bo'ldi ekan. Buni faqat iste'mol qilmaslik deydi ekanmiz endi mayad uchun. Endi ma'lum mikrotiptik oziqliklar kirdi. Bundan da vitamins, minerallar bu vitamin, minerallarningki bularningki nimasi bakmu xilma-xil bo'ladi. Buni nimasi vitamin, mesela vitamin A, C, D, E, K deyilgan kalsiyum, magnezyum, şunun hammasi bo'lishi kerak endi. Odatda endi shu vitamin D'ni bizning Kanadada hech qanday aptap yo'q bo'lgandikin, cho'qim iste'mol qilishimiz kerak. Bulapmi shu yoz vaqtidan boshqa aptap tushmaydigan undaq kunlarda, hatto men ba'zi vaqtida kasallarimga 2000, 3000, 4000 kunda aşınçılık vitamin D için de başlaq qılma. Kasallarimning vitamin D'sini tekshiradigan bo'lsam, endi bu MSP cover qilmaydi, hukumatdan bermaydi uni. Kasallar yanchug'idan to'lab tekshiradi bu vitamin D'ni. Tekshiradigan bo'lsam, endi tasodifiy bir kasalningki vitamin D'si normal chiqib qolmasa, asos jihatdan hammasining shundoq to'van chiqadi. Bizning Kanadaning sharoitida aptap yo'q. Bulatmış aptap yo'q, Vancouver mayalarninki sharoitiga nisbatan vitamin D'ni cho'qim iste'mol qilishimiz kerak ekan. Masalan, qolganlarni, masalan, Covid jarayonida vitamin C'ni, Covid bo'lib qolganlarga, zukam bo'lib qolganlarga vitamin C'ni cho'qim ichib berayman, masalan, 1000 mg degandek. Lekin qolgan narsalarni endi tomoqdan normal yesak, ularni ichishning hojati yo'q. Shu to'van miqdorda kerak bo'lgandan keyin badanga ularni tamaq yemek-içmek orqali ularni to'liqlab ketalaymiz. Ma'u endi Kanada yemek-içmek yetakchisi. Buningda masalan biz tamoqni yegan vaqtimizda bizning bir plate taqsimiz bo'lsa, taqsimizda nimalar bo'lishi kerak deganni ko'rsatib bergan, bak aniq ko'rsatib bergan ma'noda. Buni taqsimizning yarmi shu meva va seyküktat. Asas cihetten şu seyküktat mevcut bo'lishi kerak endi. 20. Bununki bir bulungi, to'rtdan bir qismi aqsil moddasi, yana to'rtdan biri past tarafdagi bulungi, bu dalliq ziroat yemekliklarni, karbohidrat kirdi endi. Uni tafsilotini so'zlaymiz endi qandaq dalliq ziroat yemekliklar salomatga foydali deb. Endi suv uchun ichimlik uchun cho'qim suvni tanlashimiz kerak, salomatligimiz uchun. Buni ayrim-ayrim ham har birisini yechib tushuntiramiz endi. Bargil doktor, karbohidrat deganni nima deydi? Karbohidrat desak, karbonatliq yemekliklar deb tarjima qildik endi. Karbonatli yemekliklar. Shu asli karbohidrat. Ya'ni shakar. Shakardan kelib chiqadi. Seyküktat ve mevkilerinin faydalı tarafları endi nurgun endi. Bunu dep oturuşdan haceti yok, bunu cıklarımız bilimiz. Bunun da bizge fiber berdi bedenimizge. Talalık maddelerden de endi. Şu işqi tıqqa keseller degende kaçsak kepnim kısa. Şu yemek fıçatırlam nim kısam. Bir mezgildeki yemek içmekte dikkat qılıp seyküktatın cıyıq yapasam mesela tərattir yaxşı yemek başlaq buldu mesela. Hem de adetteki bir ilimci bu hem de. Şu yemek içmekte, seyküktatın cık yiyge vaktimizde bedenimizde talalık maddeler cık buldu. Şunun bilen o cık sağı paydası var denge. Vitamin minerallarını berdi. Andiken müşteretlerimizi yaxşı mandırdı degendek.
Bunun da endi hazır daraxtdan üzüp düşken meyveler bolsa, vatanımızdaki oxşaş. Onunğa demdiğan. Endi o emmeden yaxşı boldu. Lekin o amal bolmagandikin, şu muzultulgan meyveler bar o. Köktatlar bulamdı, meyveler bulamdı, şu sırtlarda satıdı o da nimelerde, marketlerde. Aşılarını boluverdik yani. Endi malanın nimesi de şu nimo muzultulgan meyveci ve köktatlarını boluverdik yani. Andan keyin ma qutuluq köktatlar. Qutuluq köktatlarmı qutuluq meyve hem köktatlar. Bularnımı hem şu bu yenilerini tapamagan vaqtimizda saplarını meyvelerinin meyve köktatlarını ularni buluverdik. Qanday qildik ekanmiz deganda uni qutidan chiqarib bir ping'izga nim qilib yaxshi uning ichidagi suv tuz maddasini, shakar maddasini chiqarib etgandan keyin ananiki yana uni iste'mol qilsak bulaverdik uni. Ammo quritilgan meyvelarni bulaverdik. Quritilgan meyvelarni tishimizga yaxshi olmaydi ekan. Tishimizni quritib, tishimizni nim qilib sundirib degandek. Undaq bo'lmaganda bulaverdik. Bularning salomatlikka foydali taraflari nurg'un ekan. Bayatdan degandek endi bu taqsimizningki yerini so'zlab bo'ldik. Seyküktat. Andan keyin hozir 4dan 1 qismi qoldi-ku, mana bu nimadiki aqsilmatlik yemekliklar. Ma'nın o'xshash, mana aqsilmatlik yemekliklarni so'zlaymiz endi. Bu aqsilmatlik yemekliklar degan vaqtimizda nimani ko'zga tutadi degan vaqtimizda bu o'simlikdan keladigan aqsilmatlisi va go'shtdan hayvonlardan keladigan aqsilmatlisi deb bu ikki xilga ayrildi endi. Buningda endi biz Canada Food Guide o'zgardi. Necha yilning oldida Canada Food Guide'da şu alqınımız kerak, go'shtdan cho'qim shikpachi yeyishimiz kerak. Tushlikingizga birni, kechkingizga birni deydik. Ma qilinliqimi shunchalik, uzunliqimi shunchalik degandek ashtaqda aytibdi endi. Marketdan endi bu Canada Food Guide o'zgarib borgan sari go'shtdanki bir undaq zamsasanglar taqsini yana bir qaytib keynigan turib. Sansab baqsaq o go'sht aş bulundulan turug'liq nima Arzugul qarindishim ki shu bayataq taqsiga yapırana. Hozir mayada eng tepida turgan necha tanlam bulundulan turug'liq endi bu. Demakchi bu Kanadaninki bu yemek-içmek nimasi o'zgardi burunqidan. Hozir hamda şu o'simliklardan kelgan aqsillarni ko'proq iste'mol qilishimiz kerak ekan deydiganmiz. Keyinga shu bayatdan qiya gapiraylik. Doktor manandan mavu kalı go'shti ya qo'y go'shtida go'shtga, anandiki yana beliq go'shti ekan yada, qarsamay to'qib go'shti. Endi mayaniki yetakchisida Canada Food Guide'da biz ham o'simlikni asos qilgan aqsillarni ko'proq yeyishimiz kerak deydiganmiz. Bu nimalarni ko'zga o'z ichiga oldi deganda, masalan, mana o'ng tarafdagi rasm bor, bu ma'noda. Buningda shu purchaq turdikilar. Shu chickpeas deymiz, beans deymiz, peas deymiz, ashtaq shu. Mana purchaqlar bor, no'qut. Malaning hammasini ayrim ismlarini bilmadim, Uyg'urchasi. Mishaning hammasi endi shu no'qut turidagi aqsilmatlarni ko'proq deydiganmiz. Tuxumniki masalan ser nimasi oq eqimi aqsilmatisi kirdi. Go'sht aqsilmatisi lekin mana go'shtni yegan vaqtimizda hamdiliki maymatisi to'van bo'lgan lean meat deydiganmiz, hamdiliki urug' go'sht degandek maymatisi to'van bo'lgan. Lekin mana nima qetiqlarni maymatisi to'van bo'lgan qetiqlarni tishmishlarning tarkibidan aqsilmatisi bor. Endi go'shtni shu ashtaq deganning yog'i ba'zi kasallerimda masalan sizningki maymatingiz nima qilib ketibdi, men shuna sizga diqqat qilmoqchiman. Masalan Mediterranean diet deymiz, bu dietlarni xilma-xil yemek-içmek usullarini deb tushuntirib kasalga yo'lga solsam, necha oydan keyin keldi u kasalniki to'mir maddasi to'valab ketadi. Dehshat to'valab ketadi-da, ba'zilarniki charchishayotgan, yurak og'riyotgan, nafas qilayotgan degandek, mag'duri suzlanayotgan degandek-chu. Endi buningki shu balansni tepish bek muhim endi. Bek yemang degan vaqtda biroq yemay, unda qism bo'lmaydi. Endi bu go'shtmi
aqsil maddesi. Endi mening ko'z qarashim bu, endi shaxsiy ko'z qarashim. Canada Food Guide'ning ko'z qarashi emas, mening ko'z qarashim. Bular bek cheklashki sabab bularninki tamoq go'shtni pishirishdagi usulni o'xshamasligi deb o'ylayman o'zim tutchu endi. Bizning ana shunaqa go'zal tamoqlarimiz bor. Benşirlen tügümez, çütürlen tügümez, mantılar degandek. Ularninki terilarini biz qilib, chunki o terini qilin qilgandan keyin uningda karbohidrat shakar maddasini yeb qolamiz. Xamir maddasini. Onun içindeki mesela şorpununki mesela göşi, aşağıdaki qari göşleri. Aşılarını mandak usulda ne qilgan vaqtimizda normal miqdor desak, uni yedik deb pek yevilib qilsak o to'g'ri olmaydi. Maşkilisini balans qilib turibchi, purchaqlarni aralashtirib, masalan, lag'manlarimizga purchaqlarni shu nimani aralashtirsa bekpez bo'ldi, lag'manning siga. O nimani? Mash. Allah razı olsun. Şu aşkıl tarafını aralashtirib yegan vaqtimizda, andan keyin yaxshi bo'ldi deb o'ylayman, bizning tamoqlarimizga nisbatan. Endi taqsininki 4dan 1 qismi qoldi. Qolganini so'zlab bo'ldik. 4dan 1 qismi dalliq ziraat yemekliklar. Endi buning ichida qanday narsani yeyish? Ko'z oldingizga keltiringlar bizning lag'manlarimiz. Lag'manlarninki shu xemirni jiyiq qilib, uning tepiga necha dallam saylarni silib, shunday yeb keldik endi nurg'un yildan beri. Masalan, shu uning ichida masalan bu taqsimiz hozir to'shdi, lekin bu yerda lag'man chiqmadi. Bu 4dan 1ni nimaga qilish kerak degan vaqtimizda endi shu tasqilmagan kepak bilan qo'shig'liq andaq guruchlarni unlarni ishlatib etilgan tamoqlarninki salomatlikka bo'lgan foydasi nihoyat ko'p bo'ldi ekan. Chunki biz uni tasqab, kepikini chiqarib o'tib, uning oziqliklarini hammani chiqarib o'tib, masalan, lag'manimizga shu bizningki shundaq shu nim qilgan shu Safewaydagi bir qizil xaltaliq deymiz, shu undan boshqasi topilmaydi. Endi bu tamoqlarimiz mandaq narsaning salomatlikka foydali bo'ldi ekan. Endi bizning ilgari shu Vancouverda bir qarindishimiz shu qora unni ishlatib lag'maytib baqqan, faqat qamlashmabdi ekan. Ustoz Arzugul qarindishim bir gapni deb berdi. Torontoda ba'zi qarindoshlar yerimiga shu nimani ishlatib, oq unni, yerimga qora unni aralashtirib qiysa lag'man shunda o'xshabdi ekan debchi. Endi Rogers degan bir markalik un bo'ldi ekan, qolgan unniki yaxshi bo'lmaydi ekan deydim. Men ismini yozib qo'yay. Bo'ldi, Alloh razı olsun. Endi bu lag'manimizni biz endi bir qitim dars o'tish orqali uni yo'qotib etmaymiz. Bizning u go'zal tamoqlarimiz, shuningdek biz lag'manningki rasmini chiqarib turib e'lonni taqatdik. Uni endi qanday qilib endi uni yemaymiz deyamaymiz, lag'man yemasak chidamaymiz. Bir hafta lag'man yemay baqayli, hech qaysimiz chidamaymiz. Bular erlarimiz chidamaydi. Shuning uni qanday qilib o'zgartirib nim qilish kerak degan vaqtda endi uni ishlataversakmi, masalan, qora un foyda qilmay qolsak, nim qilmay qolsak, topolmay qolsak yo o'xshamay qolsak, shu oq unni ishlataversakmi, uning miqdorini bek azaltib, 4dan 1danmi azaltib taqsimizda. Andan keyin uningga sayqorga vaqtimizda mayni bek yaxshi ishlatib, mayninki yaxshisini tanlab ishlatib, andan keyin go'shtni mayni yuqori temperaturada qizitib etmay, normal temperaturada 70 gradusdan tuvan qilib, andan keyin go'shtni qo'rib, andiki saylarni, andiki sayko'ktatlarni qandaq michildatib, suv bilan paraqshitib bunday qilmay, shu xamroq holatda pishirib bilan lag'manning tepiga oz miqdorda uni qo'ysak, uning salomatlik bo'lgan nimasi pek yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Anadagi bu qarulliq buni dedik, kepika bor dedik. Yavru guruch deb shu wild rice deb guruch. Yana birisi tungi shu Arzugul qarindishim bir gapni dedi, bulgur wheat deb. Umum shu dalliq ziraat yemeklarga kirdi ekan, salomatlikka bek foydali ekan. Turkiyada ko'p uchraydi deydi, endi biz mayada men hozir ishlatib boqmabdi ekan, men ishlatib boqay deb o'ylayapman. Andan keyin
kinva dep Uyg'urchasini topamadım. Kinvaning Uyg'urchasini topamadım. Bu bir şundaq uşaq guruchdan uşaq bir nima ekan? Dalliq sirat yemekliklar turib kirdi ekan. Buning salomatlik bo'lgan foydasi nihoyatda yuqori ekan. Ammo qarindoshlardan bilamdiki Uyg'urchasini. Men shu inglizcha bo'yicha qo'yib qo'ydim hozircha. Mana kinva degan mana to'pidagi, mana rasmdagi shu kinva ekan. Mana o'ng tarafdagi shu yav guruch, mana sol tarafdagi endi tas qilmagan pasta. Yani içimlik için su tanlaş, içimlik için nima tanlaş degende bu bek bulapmı bizdeki Uygur ananımızga nisbeten bizden şundaq güzel ananımız var. Mehmanlar kirgenden keyin mala o'xshash bir narsa ichamiz deb so'ramaymiz. Udulni berib choy damlab, o güzel ananımız chuqur uni saqlab qolishimiz kerak deb o'ylayman. Endi çayını qanchalik ichish, kafelarni qanchalik ichish degan vaqtda endi amal bor bularni ro'z jarayonida shu ichimlik uchun suvni tanlash. Bu suvniki foydali taraflarini endi maxsus bir leksiya qilsak, ayrim bir necha soat so'zlasakmi tugamaydigan gap chiqadi buningda foydali taraflari. Endi bugun qanchalik nima qilamiz degan vaqtda endi shu sağlam, mesela yürek kesili yok, yürekte azayetiş yok, hem keselinin ahvalı qarab qilamiz. Bugün söz alıp qalanın hemisi hem salametki yaxşı, adatki qarindoshlarning qandaq nima yeyishi degandek tema bu. O ayrım her bir keselning nimasi ayrım so'zsak uning vaqt ketadi. Kunda endi at least ish bo'lmaganda 6 stakandan 8 stakangacha. Hem de at least 2 litr deyman men kasallarga masalan. Muştaq bir kislim keldi, davamlıq muştaq ishim ketib qoldi deb. Mush to'xtamay mevchi va ko'ktatlarni yedim. Undan keyin shu qilganlarning hammani dapadam aniq qildim deb. Qanchalik suv ichsa desam, vaqtim chiqmaydi. Shu bir kapli ichima, kofeni bak chiqchiman deb, kofelarni, chaylarni hisoblabchi nimaga. Suyuqlik miqdoriga hisoblab turib, aytaqdi men shuning bilan undaq bo'lsa, sen ichadigan kofeni, chayni birlam stakanga nima qilsan, aziltsan, lekin ichadigan suyuqni shu 6 nimadan 8 kapgacha ichsa kunda deb boshlab yo'lga solsam, shuning bilan suvni ichganning yog'i masalan u tartib ravonlashdi degan gap. Andikin bazı keseller keldi, bir keselim geldi, şu nima qilib, besh ağrıp. To'xtamay besh ağrıydigan kesel, bunun endi qandaq qilmagan qiliqimiz qolmadi-da endi uni qilib baqdik, buni qilib baqdik, dorilar bilan hech qanday foydasi bo'lmadi. CT hatmi ishlab beqib, oxiri endi bu tension hada etgan endi stresslardan, besimlardan ashta besh ağrıp qildiganchu. Şunun bilan şu suvni, hiç bo'lmaganda 2 litr suv iç deganning yog'i. Şunun bilan u suvni ichib, bir haftadan keyin qaytib keldi, voy beshim og'rimaydigan bo'ldi debchi. Endi bu shundaq suvninki foydali taraflari bek ko'p. Endi bu amal bor, bizniki ichadigan ba'zilarimiz bor endi shakar sep ichadigan chaylargachu endi. Bu çayning tarkibida, kofening tarkibidagi kafein nimki diuretik roli bor ekanda, nima suvni badandan chiqarib o'tadigan ashundaq roli bor ekan. Endi uni bir kap yoki bo'lmasa bir stakan, 2 stakan ichib qo'ysak, uning hech nima bo'lmaydi, masalan. Sal miqdor ichib ketgandan keyin, masalan, chayni keyin qo'yib ichavergandan keyin badanimizdagi o kafein miqdori yuqorilab ketib, shuning bilan ichganlarimizning hammasi chiqib ketadi ekanda, endi uni mana kundalik ichimlik miqdoriga kirgizsak bo'lmaydi ekan. Shuning uchun shu miqdoriga diqqat qilsak, choy bilan nimaniki. Andan keyin masalan, nima deymiz, Coca-Cola deymiz, ichida qandaq tuzliq nimasi bor, shakar maddasi bor degandek narsalarni bo'lab amal bormish ro'z jarayonida bo'labmi, shu nimamizdan chiqarib olsak, dasqinimizdan. Natriylik narsalar bor. Andan may tarkibi bor degandek, masalan, qaymoq choy, masalan, o'sha ustidagi shu nima may moddalari yuqori bo'lgan. Uni shu oz miqdorda ishlasak bo'ladi, lekin bak chiqishtirsak bo'lmaydi demakchi. Amal bor shu suv ichaydim suyuqlikqa.
Endi nimeye, qandaq tamaqlarni yeydiğimiz, taqsimimizda nim bo'lganlarni so'zlab bo'ldik. Endi mush tamaqlarni qandaq muhit yeyish, qandaq mush sog'lom oziqlanish odatlarini yetildirish. Qandaq odatlar bizningki sog'lom oziqlanish odatlari kirdi. Buningda endi astoydil bo'lish deydiganmiz, astoydil bo'lish deb oldik. Mindfulness deganni bak cho'ng bildiganmiz bu yerda. Har qanday qisqa vaqtimizda mindful bo'lish. Balangiz bilan o'ynayapsiz. Kallanızda başqa xizmetingizni, başqa narsalarni o'ylamang. Balangiz bilan bo'ling. Qanday qisqa vaqtingizda shu ish bilan bo'ling degandekchu mindfulness deb. Buni odamlar tamoq yegan vaqtimizda shu yeyotgan narsamizga shu markazlashtirsak bo'lar ekanda o'zimizni. Buningda endi uyda tamoq yetishga odatlanish, bularni qilamiz biz Uyg'urlar uyda tamoq yetamiz. Başqalar bilan birga tamoq qilamiz deganimi biz deb o'tirishning hojati yo'q. Biz shundoq bir go'zal millatkamizki, yolg'iz tamoq yegimiz kelmaydi. Shiftalarni birga qilib, bizning Vancouverda shundoq go'zal ishlar bo'lib ketib bordi. Shiftalarni birga qilib, jamoat bo'lib degandek. Asosliq masalan tamoqdan huzurlanish, astoydil bo'lish. Mush ikki jihatdan ayrim qilib so'zlay. Mening tatlı kızım, mening yaqin do'stim, Angliya, Londondagi yaqin do'stimning qizi, shu tamoq etadigan bo'lib ketibdi hozir 8 yoshli qizi. Lag'manlarni so'zib degandek. Andan keyin men tövandagi rasm hamda shu ko'pchilik bilan yegan vaqtimizda salomatlikka texdimmi foydasi bo'ldi ekanda tamoqlarni yegan vaqtimizda. Endi men astoydil bo'lish degan vaqtimizda endi buni şu qayerda yeyish, nima yeyish, nima sababdan yeyish, qanchalik yeyish. Buningda endi qanday yerda yeyish degan bak muhim endi. Şu televizor ko'rgach tamoq yeymiz. Ko'pincha oilalarda shunaqa bo'lamdikin deb o'ylayman. Şu qanday yerda yeyishimiz bak muhim ekan. Bu televizorning oldida o'tirib, masalan, kompyuterning oldida o'tirib, telefonlarni o'ynab turib tamoq yegan vaqtimizda birinchidan huzurlanolmaydi ekanmiz. Tamoq ochiq yeyotamdiq, tatlı yeyotamdiq, uni huzurlanib yemaydi ekanmiz. Huzurlanib yegan vaqtimizda hazm qilish sistemalarimiz shunda yaxshi ishlaydi ekan, badanimizga u tamoq shunda yaxshi singadi ekanda endi. Huzurlanib yemay, o'sha paloq-paloq yegan vaqtimizda uning badanga bo'lgan foydasi nihoyat to'van bo'ldi ekan. Shuning uchun andadan shu ekranning oldida o'tirib yegan vaqtimizda qanchalik yeganimizni bilmaydi ekanmizda endi jiqroq normadan jiqroq yeyotib qoldi ekanmiz. Degandek endi shu uyda yegan vaqtimizda tamoqni shu ustalda o'tirib bolalar bilan oila o'tirib yeyishning muhimligi, xizmat qilgan vaqtimizda endi kompyuterning oldida turiblar xizmat o'rnida oyoqdan-oyoq ketib masalan. Men o'zimni misol qilsam, hozirgacha bunda bir vaqt chiqarib o'tirib tamoq yeb qilganim vaqtim nihoyatda oz. Kasallarga gapirib turib, kasallarni in person ko'rib bo'lib, telefonda bir qo'landa telefonda qilib turib kasallarni, ananki mayaqdan tamoqni yeb deb, ananki yana kelgan kasallarni ko'rib degandek. O nihoyatda nachar odat endi. Shuning uchun shu qandoq yeyish nihoyatda muhim. Andan qandoq tezlikda yeyish. Bir necha yil oldin bir maqola o'qib qoldim. Aslında deyilibdi, şu tamoqqa chiqarilgan, sarf qilingan vaqt bilan odamning umrining munosabati. Ashtaq tadqiqot qilganda qanchaki shu vaqtni jiq bergan tamoq uchun ko'proq sarf qilgan odamning umri shunchalik uzun bo'ldi ekanda. Menga o'xshash bundoq kichik yaplam 5-6 minut qilib bundoq qilgan odamlarning umri qisqa bo'ldi ekan. Buni anlagandan keyin men shundoq ta'sirlangandim, men qat'iy vaqt chiqirdigan deb. Shuningga mening qarindoshlarga deydiganim tamoqqa vaqt chiqarayli. Tamoqni huzurlanib yeyli. Oldirmay nima yeyapmiz, ochiq yedikmi, tatlı yedikmi, andan keyin shu qanchalik nima uchun yeyapmiz? Bu qo'sqimiz ichib yeyapmiz yoki oldimizda bu mazzalar qator tizilib turgandan keyin yevalayçı deb yevatamdık. To'g'rimizni bilmay yevatamdık. Aşçu. Jiq kasalliklar shu yemek içmekni normadan
jiq yavagandan bo'ladigan kasalliklar nihoyatda nurg'un bo'ldi ekan. Endi men diniy jihatdan so'zlab qilmayman. Bugun endi asosiy bu doktorlik bilan qilgan ekan. Payg'ambarimizning shu 3dan 1 oshqozonning 3dan 1ni tomoq bilan, 3dan 1ni suv bilan, 3dan 1ni bika qo'y degani endi shundoq tibbiy asosi bor gapda endi. Andan keyin nima ish deganlarni nima qilib bo'ldik. Nima sababli degandan keyin muhitni so'zlab bo'ldik. Inshaalloh mabad tugabdi. Yana bir batni ko'raylik endi. Tamoqdan huzurlanish. Buni dedik endi bayatdan. Tamoqdan huzurlanish degan vaqtda endi yegan tamoqlarimiz masalan o'zimizningki shu an'anamizga mos keladigan shu lag'manlarni yesak qanchalik huzurlanib yeb ketamiz. O'zimiz yaxshi ko'rgan tamoqlarni itib yeyish shundoq muhimda endi. Shuni shu sog'lomlikqa mos keladigan holatda qilib itib tamoqni o'zimizning an'anaviy tamoqlarimiz bilan birlashtirib qilib yesak, masalan, o'zimiz sog'lomlikqa yaxshiga deb zo'rlab sog'lomlik yaxshiga deb boshqalarning tamoqlarini bizga mos kelmaydigan tamoqlarni yesakmi, u chog'dami huzurlanmaymiz degan gapchu. Endi yangilik kelgan vaqtda men malarninki salatlarga faqat ko'namagandim. Hozir asosan ko'nib ketdik-ku endi, lekin shu bir o'zingiz yaxshi ko'rmagan huzurlanmaydigan tamoqni yesangiz u chog'da yaxshi huzurlanmaysiz degan gap. Endi yangi tamoqlarni sinab beqish. Mening asli bir linkni qo'yib qo'ydim qarindoshlar. Shuningda shundoq go'zal reseptlar bor ekan. Buniki breakfast, atganlik tamoq qandoq yangi. Men bak yaxshi ko'rdim. Tushlik tamoq, kechki tamoq hammasiniki shu reseptlar bor ekan. Tamoq etish nimalari-chu. Shundan foydalansanglar bo'ldi. Andan keyin mana bizning tamoqlarimiz nima degan go'zal mana. Shu chuchura banshirlan tutgan vaqtimizda uningki nimasini, terisini nippiz qilib qilgan vaqtimizda uning shakar moddamiz ozroq bo'ldi. Buning teshini masalan bizning qarindoshlardan shu hozir Calgary'dagi qarindoshimiz qatnashibdi bu yerga. Shu corn flourda yoki bo'lmasa shu sog'lomlikqa foydali qiladigan shundoq banshirlarni tugib shundoq qilib yegandik Calgary'da bir qatim. Shundoq go'zal ta'mi bak yaxshi bo'libdi ekan. Shuningga nimashaq o'zgartibchu endi. Sog'lomlik foyda bo'lgan yerini ap qilib o'zimizning tamoqidan uni ozroq o'zgartish kirgizib bunday qilsak. Mana ma'lumot shundoq go'zal o'zimizning tamoqlari shundoq salomatlikka foydali bo'lgan. Foydali manbalar yana bir bat. Tugabdi. Hammalardan Allah razı olsun, qarindoshlar. Rahmat. Özledim, Allah razı olsun. Maşallah. Bek yaxshi so'zni qilib berdi. Allah rahmat qilsin. Amin, amin. Rahmet qillar. Yaxshi so'zlab berdingiz, Allah razı olsun. Hozir qarindoshimiz debdi, Calgary qarindoshimiz. Qundaq chuchursi deb. Qarindoshim hozir qatnashibdi. Shundoq mazali qilib yeydi uni. Shundoq foydaliqda hamda teshimi foydali, qishimi foydali degandek. Allah razı olsun. Allah bo'lsa so'rasanglar bo'ldi hamda-chu. Aferin, baraka doktor. Allah razı olsun.